ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو. افغانستان ملی تلویزیون و ملی نیوز کوروچلاره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگون چهارشنبه هجری قیاش 29 ile 7 Asat miladi 2026 29 Julay bu gece saat 9 Özbeki yangiliklarga xush kelibsizlar. Men Zaynla Fidavi. Riyosatul Vazara iqtisodiy o'rinbosari Mulla Abdulg'ani birodar Oxunning yetakchiligida iqtisodiy komissiya navbatiy yig'ini barguzor etilgan edi. 37 unvon ichki me'yor va 12 sinov ravishi hamma tomonlama tekshirishdan keyin ta'id bo'lindi. Bu yig'in jarayonida eslangan me'yor va ravishlar bundan ilgari me'yor va kayfiyat idorasi tomonidan nihoya bo'linganida iqtisodiy komissiyonda ijro etilib va hamma tomonlama tekshirilib qo'l qo'yildi. Ushbu ravish va me'yorlar sinovi ayrim havzalar, ayniqsa ekinchilik mahsulotlar, yegulik mavodlar, dori saxtomoni mavodlar, muxobirat va barqiy jihozlar, kimyoviy va plastiki mavodlar, tibbiy jihozlar va boshqa bir qator bo'limlardan iborat bo'lib va mamlakat hozirgi niyozmandliklari va dunyo me'yorlari asosida tartiblanganidir. Yuksak o'quv vaziri Shayx Nido Muhammad Nadim Kobuldagi Turkiya elchisi Sodin Oy Yulduz bilan uchrashdi. Yuksak o'quv vazirligining aytishicha, bu uchrashuvda Nadim janoblari Turkiyadan Aliyobod tadrisiy bilim yurtida tahrib etilgan bir qator binolar qayta qurilishi, turk shifokorlarining Afg'onistonga yuborilishi va ushbu vazirlik tadrisiy kasalxonalar jihozlantirishi to'g'risida hamkorlik qilishdan so'radi. Boshqa tomondan Sodin Oy Yulduz Turkiya va Afg'oniston aro ilmiy hamkorliklar va aloqalar kuchlantirishi ahamiyatiga ta'kidladi. Chegara bilmas shifokorlari tashkiloti aytishicha, Pokistonda afg'on muhojirlar qo'lga olinish, hujjatlari tekshirilish va chiqarishdan qo'rqishi uchun sog'liq markazlarida murojaat qilmaydilar. Ushbu masala tufayli bolalar to'yib ovqatlanmagani, bordorlik qiyinchiliklar va boshqa kasallarga yuzma-yuz bo'lganlar. Ushbu tashkilot Pokiston davlatining g'ayriqonuniy atbo chiqarishi tarhi asosida afg'on muhojirlarning jabr bilan chiqarishni to'xtatib va niyozmand kishilarga muofiyat xalqaro qo'llab-quvvatlash qonunini nazarda olishni istadi. Chegara bilmas shifokorlari tashkiloti Pokistondan afg'on muhojirlarni chiqarish tarixi insoniy bayonotlardan xavotirlik bildirib aytishicha, hibsga olinish va chiqarilishdan qo'rqish tufayli minglab afg'on muhojir sog'liq xizmatlariga qo'l topishdan mahrumlar. Ushbu tashkilot aytishicha, ko'pincha muhojirlar qo'lga olinishdan qo'rqishlar uchun shifoxonalarga murojaat qilishlarini keyinga tashlab va bolalar to'yib ovqatlanmaganligi sabab junayn siqti va boshqa kasalliklarga yuzma-yuz bo'ladilar. Chegara bilmas shifokorlari aytishicha, Balochiston bu tashkilot sayyor kliniklarda to'yib ovqatlanmayotgan kasallarning yaqin 90% afg'on bolalar va ayollari tashkil beradi. صحت انسانها نباید قربانی سیاست‌های مرزی و امنیتی شود. برای جلوگیری از یک فاجعه خاموش انسانی، دولت پاکستان باید فوراً بین سیاست‌های مهاجرتی خود و حق دسترسی آزادانه به خدمات صحی تفکیک قائل شود. سازمان‌های بین‌المللی نیز موظفند با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود امنیت فیزیکی و روانی مهاجران را برای مراجعه به مراکز درمانی تضمین نمایند. Ayni holda sog'liq bo'limi shifokori va ishbilarmonlari darmon bo'linish markazlarida murojaat qilishga qo'rqish tufayli onalar va bolalar salomatligiga salbiy ta'sir yetkazib va darmonda kechiktirilishi, o'lim sathi ko'p bo'lishi, to'yib ovqatlanmagan bemorligi va boshqa kasallar mezoni ko'p bo'lishidan ogohlantiradilar. په نړۍ کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی دا یو اساسي بشري حق دی او باید هیڅ څوک د ویرې له امله له درملنې محروم نشي. همدارنګه نړیواله ټولنه هم باید د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره عملی همکاري زیاته کړي. ما همیشه یک موضوع میگیم که سیاست و تبابت اصلا با یکدیگر کار ندارن، نباید ربط داشته باشن، هم باید ربط داده شود. Eslash kerak, chegara bilmas shifokorlari Pokiston davlatini esa afg'on muhojirlarni jabr bilan chiqarishni to'xtatib va zarar ko'rganlar, ayniqsa ayollar, bolalar, yoshi ketganlar, kasallar va ma'lul kishilarni qo'llab-quvvatlashni istaydilar. Birishno shirkatining aytishicha, ushbu shirkat ijroviy omil raisi Mulla Abdulhaq Hamkor
O'zbekiston tomon safarida ushbu mamlakat Barq milliy shirkat mas'ullari bilan enerji bo'limida ikki tomonlama hamkorliklar kengaytirilishi xususida so'zlashganlar. Mazkur shirkatga ko'ra, uchrashuvda ikki tomon Surxon Pulximri 220 kilovolt barq intiqol berish loyihasi, Arg'anday substeshani va Jalolobod barq va substeshani ustida fikr almashtirilganlar. Shuningdek, O'zbekiston Milliy elektrik enerji kompaniyasi rasmiylari ushbu loyihalarni belgilangan jadvalga muvofiq va texniki me'yorlar rioya qilinishi bilan tugaltirishdan ishonch bergan. Panjshir hokimi aytishicha, Islom amirligi bu viloyat butun qonunlarni muvofiq qo'ldan ozod qilib va hozir to'liq va qonuniy shaklda qozib chiqarilmoqda. Hofiz Muhammad Og'o Hakim Milliy News bilan o'tkazgan musohibasida bu viloyatda Beruch va Yoqut konidan ilova yaqin 1700 zamorat koni kashf etilib va uning ustida ish jarayoni bor. Islom amirligi hokimiyatdan keyin Panjshir viloyat konlari muvofiq qo'ldan ozod bo'linib va tuniq va qonuniy shaklda qozib chiqarilib kelmoqda. Bu viloyat valisi Hofiz Muhammad Og'o Hakim Milliy News bilan o'tkazgan musohibasida aytishicha, Beruch, Yoqut va ayrim qimmatbaho toshlar konidan tashqari yaqin 1700 zamarat koni bu viloyatda yangilikda kashf etilib va uning ustida ishlar davomi bor. الحمدلله که معادن پنجشیر زیر نظارت و کمیته های مختلف در به صورت بسیار شفاف و 100% از دست مافیا برآمده. هیچ امکانی نداره که کسی در معادن پنجشیر مداخله مغرضانه بکنه. الحمدلله که 100% همه معادن در دست نظام اسلامی و در زیر چتر و نظارت ریاست معدن امارت اسلامی افغانستان می باشد. Panjshir viloyati ko'paytirishicha ushbu viloyatda yaqin 500 kon ustida ish jarayoni bor va Panjshir hamda mamlakat ayrim hududlaridagi 15,000 aholisiga ish zaminasini ijod qilgan. فعلا در ولایت پنجشیر از 500 تا 700 معدن فعال است که دو جوانای پنجشیر و حتی جوانای دیگه ولایت ها هم در این میان کار میکنن. از 10,000 به بالا تا 15,000 دائمی تعداد مستقیم و غیر مستقیم جوانای پنجشیر و جوانای دیگه ولایت ها هم در کاروبار معادن و استخراج معادن و تجارت معادن مصروف هستند. Hofiz Muhammad Og'o Hakim o'z so'zlari boshqa bo'limida ichki va tashqi butun sarmoya qiluvchilarga bu viloyat konlari ustida sarmoya qilish zaminasi yaratilishidan ishonch berib va ulardan bu bo'limda sarmoya qilishni istaydi. ما به همه تاجرای ملی و بین المللی از ولایت پنجشیر یه پیام را برشان میتیم که امنیت سرتاسری و فضای بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در ولایت پنجشیر الحمدلله مهیا است. هر تاجر بین المللی، تاجر خارجی و داخلی میتونه که بیاید در اینجا در هر بخشی از معادن و در دیگه بخشای صنعت و تجارت اینها میتونن که بیاین دیگه سرمایه گذاری بکنه. Panjshir konlari ustida ko'proq sarmoya yetkazilishi bilan bu viloyat aholisi iqtisodiy rishq qilinishidan ilova mamlakat iqtisodiy o'sishiga ham asosan naqsh o'ynashga umidvorliklar mavjuddir. Aziz va qadrli muxlislar, o'zbeki yangiliklarimiz mana shundan iborat. Ina uchrashguncha har bir langzo'liq Tangri taolaga topshaman. Yaxshi kecha. ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسروینو داد شهیدانو کور داد باتورانو